Opamizning so'zlariga birrov quloq tuting-da. Hurmatli Prezident va otajonim omon bo'lgin. Sizga 4 og'iz gapim bor. Men kim? Surxondaryodan, Sherobod rayonidan Qurbon Muhammad 80 ga kirgan. Men 1 million pul olaman, doktorga yotayin desam, pulim yetmaydi. Oyog'im og'riyapti. Boquvchim Toshkentga ketib bitta o'g'lim bor. Nima bo'ldi? Qamalib qoldi, hukumat qamab qo'ydi. Shu nima qilarim bilmay sizga gapiryapman. 3 tagina go'da balasi bor. Bo'linga balalar pul ham bermaydi, mahalla ham yordam bermaydi. Nima qilarim bilmay sizga gapirdim. Yordam bersangiz otajonim omon bo'lgin. Jonginim. Ijtimoiy tarmoqlarda bugun erta tongdan keng tarqala boshladi va men ham sizlarga ushbu holatni bo'lishkim keldi. Sizlardan bo'ladigan yordam videoni maksimal tarzda tarqatib qo'ying, agarki mas'ullar bexabar bo'lishsa, boxabar bo'lishsin. Kimdir yordam so'rab chiqyaptimi, ijtimoiy holati cheklanganmi, sog'lommi, unga yordam berish kerak. Bugun biz qaysi sohada xizmat qilayotgan bo'lsak ham bu abadiy emas. Hech kimga vafo qilmagan bizga ham vafo qilmaydi. Bizdan qoladigani shu xalqqa xizmat qilyapmizmi, qo'limizdan kelganicha yordam beraylik. Axir shu yordam berish uchun ham o'sha lavozimda o'tiribmiz. Boshqa gapim yo'q. Videoni maksimal tarzda tarqatib qo'yishni unutmang.